Demak, sizlardan ustozlar aytingchi. Qisqa va lo'nda birinchi savol ketdi. Men buzda qanday o'taman? Biz bunga ko'prikni aylanib o'tsin deb yozdik. Yaxshi. Ikkinchi savol bugungi mavzu nima deganda mavzuga yetib o'tamiz. Mavzu nima deydi? Metod o'rganish. Ustozlar, men o'qituvchi, sizlar o'quvchisizlar. Men kelyapman-da, mana buni aytayapman. O'quvchilarga men qanaqa mavzu tushim kerakligini haqida qanga bo'lyapti. O'sha. Mayli, uchinchisi, bola nega bu yerda kiritilgan? Bolaning o'rni Bola bu yerda chalg'ituvchi. Bola hech qanday rol o'ynamaydi. Juda yaxshi fikr. Juda yaxshi fikr. Mavzudan tashqariga chalg'itish maqsadi. Yaxshi fikr. Qisqa. Vaqtimiz. Bizda o'tishimiz sirtdan o'tamiz. Aha, yaxshi. Yaxshi fikr. Mavzu sirtdan Sirpash xonasi kuchi juda zo'r. Bola Bola yerda vaziyatdan qanday chiqib ketishini o'rgatish. hayotga tarbiyalash. Juda yaxshi. Kim kapitan? Siz ustoz, sizni oldin qayerda ko'rganmanmi, ko'rmaganman? Talqinda o'qiganda. Prezident maktabida mentorlikda. Ha, bo'ldi. Ayting ustoz. Nega siz so'rasa metallistlarni bilasizlarmi desa, hamma yo'q bilmaymiz deb. Yo'q, men emas, mendan boshqa birov kelib so'radimi? Mayli. Siz bilishingiz kerak esa bu. Men muzdan qanday o'taman? Birinchi muz otasini ko'tarolmaydi, shuning uchun bol o'tadi birinchi. Keyin o'sha yerda shu fikrlashaylik, shu savol bo'lganda. Keyin mashinada arqon bo'ladi, adashmasam. Ko'pincha arqon bo'ladi. Shu arqon yordamida keyin otasini uzatadi va otasini tortib oladi. Aha. Otasi yotib oladi, shapkasiga. Maqsa yuza katta joyda bosim kichkina bo'ladi. Mavzu? Mavzu nomi bosim. Yaxshi fikr. Bolaning o'rni otasini Otani topib o'tish. Yaxshi. Birinchisi qorin bilan sirpanib o'tadi. Ikkinchisi bosim mavzusi, sababi oyoq yurib o'tgan paytda bosimni yuza kichkina paytda bosim katta bo'lib ketadi. Yuzasi katta bo'lsa bosim kamayadi. Shuni tushuntirish uchun shunaqa bo'ladi.